Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun sizlar bilan 72-texkarta bo'yicha saqlagichlarni holatini tekshirish, saqlagichlar kuygan paytda uni nazorat qiluvchi sxemani ishlashini tekshirish, saqlagichlarning nominalini prinsipial montaj sxemaga mosligini tekshirish ishlarini elektromexanik tomonidan har yili bir marta o'lchanadi. Keyin saqlagichlarni haqiqiy yuklanmasini o'lchash ishlari elektromexanik tomonidan saqlagich almashilgan paytda statikada piromontaj ishlari bajarilganda o'lchanish kerak bo'ladi. Endi bu ishni bajarish uchun bizlarga amper voltmetr, izolyatsionni торцовый ключlar, statikni prinsipial ham montaj sxemasi, lekin almashtirish uchun zaxira saqlagich kerak bo'ladi. Saqlagichlar himoya vositasi hisoblanadi. Bu nimadan saqlaydi? Elektr zanjirida yuklama saqlagichni nominaldan oshib ketgan paytda uni ichidagi provorkasi, ya'ni simi kuyishi natijasida ularning qurilmalarini yonib ketishdan saqlab qoladi. Endi bizda eski qurilmalarida asosan fosforoviy hamda bananoviy saqlagichlar ishlatiladi. Bananoviy provodlarni oladigan bo'lsak, bananoviy saqlagichlar 0,3 amper, 0,4 amper saqlagichlarda provorkasi, ya'ni simi konstanta materialdan ishlatiladi. Bunda saqlagichni kuyishini nazorat qiluvchi sxema ishga tushmaydi. Sababi unda sterjin bo'lmaydi. Endi undan katta 0,5 amperdan katta bo'lgan saqlagichlarda provorkasi, ya'ni simi mis simdan ishlatiladi. Unda sxema ishga tushish uchun saqlagichni kuyishini nazorat qilish sxemasi ishga tushishi uchun sterjindan foydalanilgan. Sterjinni normal holatidagi chiqib turishi 1,5 mm dan ko'p bo'lmasi kerak. Kuygan paytida 4,5-5 mm, 4,5-5 mm chiqishi kerak bo'ladi. Chunki saqlagichning gnezdosida kontakt bor. Kontakt. Shu kontakt bilan saqlagichni orasi qo'yganda 2 mm ga rostlanadi. 2 mm bo'lishi kerak orasi. Chunki saqlagich kuygan paytda sterjin 4,5-5 mm chiqqan paytda u kontaktni qo'shadi. Bu kontakt qo'shish natijasida saqlagichni kuyishini nazorat qiluvchi sxema ishga tushadi. Saqlagichlarni holatini tekshirishda, saqlagichlarni kuyganda ishlaydigan, nazorat qiladigan sxemasini ishlashini tekshirishda, saqlagichlarni nominali bilan prinsipial montaj sxemasiga mosligini tekshirish ishlarida hamda saqlagichlarning haqiqiy yuklamasini o'lchash ishlarini bajarishda oldin po'zdlar harakati bo'sh paytida bekat navbatchisi bilan kelishilgan holda to'pir holati jurnaliga qayd qilib ishni boshlash kerak bo'ladi. Ishni boshlashdan oldin texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda oldin shu statimizda, panelimizda zazimlarga ulangan ulanmanligini tekshirgan holda keyin saqlagichlarni holatini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Eng oldin bizga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan saqlagichlarni almashtirishdan oldin, holatini tekshirishdan oldin uni kuygan, kuymaganligini oldin tekshirib ko'rishimiz kerak. Pribor yordamida yoki bo'lmasa spesialniy sizlarning o'zlarining doskalaring bor, shu doska yordamida kuygan, kuymaganligini tekshirishimiz kerak. Keyin buni holatini tekshirgan paytimizda buni provorkasi simini
paykasini holatini tekshirishimiz kerak. Simi qoramaganmi yo'qmi? Keyin kontaktlarni holatini tekshirishimiz kerak bo'ladi. Himoya oynasi deb aytamiz. Plexiglass materialdan tayyorlangan himoya oynasi bor. Bu oyna mexanический nosozliklarni oldini olish uchun iskragasayish deymiz, yong'in kelib chiqmasligi uchun shu plexiglass materialdan tayyorlangan himoya oynasini borligini tekshirib keyin qo'yishimiz kerak bo'ladi. Erta tomonidan tekshirilgan birkasiga e'tibor berishingiz kerak. Sanasi yozilgan, kislosi sanasi hammasi yozilgan. Bunga e'tibor berishimiz kerak. Almashtirishdan oldin gnezdoda, saqlagichning gnezdosida paykali bo'lishi mumkin, bolt gaykali bo'lishi mumkin. Paykali bo'lsa ham, bolt gaykali bo'lsa ham, buni mahkamlanganligini, jipsligini, montajini, jipsligini, mahkam qotirilganligini tekshirishimiz kerak. Buni tekshirish uchun izolyatsionni bo'lgan, texnik xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda izolyatsionni kalitlar yordamida tekshirishimiz kerak bo'ladi. Saqlagichlar. Keyingi tekshirishimiz saqlagichlarni kuyganda nazorat qilish sxemasini tekshirish ishlari bor. Endi hamma stansiyalarimizda nechta statik bo'ladigan bo'lsa, Kitaychi panel bo'ladimi, statik bo'ladimi, hammasida qayerda predahayat bo'lgan bo'lsa, 0,3 amperlikdan katta bo'lgan predahayatlarning hammasida saqlagichni kuyganini nazorat qilish sxemasi bor. Shu sxema ishga tushib, saqlagich kuygan paytida har bir stativda o'zini reati, masalan, birinchi reat, ikkinchi reat, uchinchi reat deymiz. O'zini reati, o'zini polkasida hammasida glazoklar bor. Shu kuyganligini bildirish uchun glazok. Общий bitta zonok bor. Optический, акустический deymiz. Optический yacheyka yonadi. Qaysi polkada, qaysi reatda kuyganini bildiradi, zonok chertadi. Bu informatsiyaning hammasi pult tabloda dejurniy podstansiya, bekat navbatsida u yerdan yacheyka bor. Predahayatl degan, значит, bu predahayatl degan yacheykaning normal holati yonib turishi kerak. Agar releykada qaysidir predahayatl kuysa, nazorat kuyganligini bildiradigan nazorat sxemasi ishga tushadi. Glazok yonib, zonok chertib, informatsiya tabloga, dejurniy podstansiyaga boradi. Dejurniy podstansiya keyin migayish rejimga, ya'ni mintillovchi rejimga o'tgani bilan mexanikga xabar berish kerak bo'ladi. Bu releykada qandaydir bir saqlagich ishdan chiqdi, shu kuyganligini bildirib informatsiya berish kerak bo'ladi. Endi bu sxemani ishlashini tekshirishimiz uchun hali oldin aytib o'tdim. Sterjin, значит, bu sterjin kuygan paytida 4,5 mm chiqib gnezdodagi kontaktni qo'shadi. Mana qo'shdi. Masalan, kuygan bo'lsa mana qo'shdi. 9-chi birinchi reatdagi общий glazok yondi. Qaysi polkada? 9-chi polkada qaysidir predahayat kuydi. Elektromexanik kelib turib, qaysi reatda, qaysi polkada predahayat kuyganini oson topish uchun informatsiya berib turibdi, zonok chertyapti. Kelib turib, qaysi predahayat kuyganini aniqlab olish uchun oson bo'ladi. Bu informatsiya o'zi dejurniy podstansiyaga bordi. Unda hozir mintillovchi rejimga o'tdi. Значит, dejurniy podstansiya xabar berish kerak bo'ladi. Elektromexanikka releykada qanaqadir predahayatli saqlagichning ishdan chiqdi, kuyib qoldi deb. Saqlagichlarni kuygandan nazorat qilish sxemasini elektromexaniklarimiz yiliga bir marta tekshirish kerak ekan. Tekshirganda elektromexaniklarimizni ozgina kamchiliklari bor, shuni aytib o'tmoqchiman. Bu ishni kачественный bajarish kerak bo'ladi. Buni aytishimdan sabab sxema kontrol, nazorat qiluvchi sxema ishlagani bilan predahayatl bilan
gnezdoni orasidagi zazor 2 mm bo'lishi kerak deb aytib o'tdim. Shu 2 mm zazor regulировка qilinmaganda shu bunaqaytining sterjini kuygan paytda 4,5-5 mm kuygani bilan kontaktni qo'sholmay qoladi. Kontakt qo'shilmagan sababiga bunaqaytir kuydi, eski qurilmalarda nosozliklar bo'ldi, lekin elektromexanik uni topish uchun ko'p vaqt sarflagan bo'ladi. Shuning uchun bu sxemani ishlashini bajarish uchun kastingni bajarish kerak bo'ladi. Sxema ishlashi uchun orasidagi kontaktni regulировка qilish kerak bo'ladi. 2 mm oraga regulировка qilib, plotni borish kerak. Bunaqaytir joylashgan paytda lyuft bo'lmasi kerak, plotni borish kerak. Sterjin chiqqan paytda kontaktni qo'shib, sxemani ishga tushirish kerak bo'ladi. Keyingi bajariladigan ishimiz saqlagichlarni nominalini yuqorida aytib o'tgandek, montaj ham prinsipial sxemaga mos kelishini tekshirib chiqishimiz kerak. Har bir statikni o'zini polkasi, rядlari bor, nomi bor. Shu nomi bo'yicha, polkasi bo'yicha har bir saqlagichni sxemaga mosligini, tasdiqlangan sxemaga mosligini tekshirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu nominali qayerdan kelib chiqadi? Har bir saqlagichning nominali proyektirovщик tomonidan stansiya ishga tushmasdan oldin proyektirovщикlar har bir statikdagi, har bir elektr zanjiridagi nagruzkani, ya'ni yuklamani o'lchab chiqib, qayerga qanaqa nominaldagi saqlagich qo'yilishini proyektirovщикlar hisob-kitob qilib chiqarib beradi. Bunga mos kelish kerak. Keyingi bajariladigan ishimiz saqlagichlarni haqiqiy yuklamasini o'lchash ishlarini o'rganamiz. Bu yerda har bir saqlagichni qanday ta'minotda ishlashini oldin bilib olishimiz kerak. Prinsipial sxemani olgan holda o'lchayotgan saqlagichimiz o'zgaruvchan ta'minotdami, o'zgarmas ta'minotdami, shuni aniqlab olib, o'lchov asbobi priborimizni shunga mos holda o'zgaruvchan bo'lsa o'zgarmasga, o'zgaruvchanga, o'zgarmas bo'ladigan bo'lsa o'zgarmas tokka moslab olib, nominali o'lchayotgan saqlagichimizning nominalini ham shu nominalda qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi sxema oldingi holatiga saqlagichni ajratib qo'shgan paytimizda sxema oldingi holatiga qaytadigan bo'lsa, uni bemalol bunaqaytirni saqlagichni olib o'lchasak bo'ladi. Misol uchun, signallar bor, strekalar bor. Oldingi holatiga qaytgani uchun uni bemalol olib turib, shu gnezdoni o'zida o'lchasak bo'ladi. Masalan, statiklarimizdagi boshqa plus pikani o'zgarmas to'xta ishlab turgan har bir statimizda plus pikanalarni o'lchash uchun orqa tomonidan spesialniy izolyatsiyalangan trikoterni amper metrimizga qo'yib, orqa tomonidan o'lchashimiz kerak bo'ladi. Orqa tomonidan trikoterning gnezdosiga ulagan holda keyin trikoterni olishimiz kerak. Shu paytda tok oqimi amper voltmetrdan biz o'lchov ostonimizdan oqib o'tadi. Sizlarga o'zgaruvchan ta'minotda ishlaydigan bitta zanjirdagi saqlagichni yuklamasini o'lchab ko'rsataman. O'zgarmas ta'minotdagini bittasini o'lchab ko'rsataman. Qanaqa qilib o'lchash kerak? Misol uchun bu yerda hozir manevr svetoforni o'lchab ko'rsataman sizlarga. Bu yerda saqlagichni olganim bilan olib qo'yganim bilan yana исходный положение o'zini holatiga keladi. Shuning uchun buni bemalol bekat navbatsiga ogohlantirgan holda olib o'lchasam bo'ladi. Огневой reda tashladi. Priborimizni nominali 0.3 bo'lgandan keyin 0.3 ga qo'ydim. O'zgaruvchan kuchlanish, o'zgaruvchan tokka o'lchadim. Tok oqimi bizda hozir amper voltmetrimizdan oqib o'tdi. Mana 0.08 amper ekan.
Bu yerda yana predaqaytini joyiga qo'ydim. O'zini oldingi holatiga keldi. Endi iloji boricha bu yerda maksimal yuklama yuklash kerak bo'ladi. Bu yerda manevroida imkoniyati yo'q. Kirish svetoforlari ili bo'lmasa chiqish svetoforlarida bitta chiroq emas, ikkita chiroq yoqib turib maksimal nagruzka berib o'lchash kerak bo'ladi. Endi elektromexaniklarimizni xatoliklardan biri shu. Yuklamaga maksimal yuklama berish kerak bo'ladi saqlagichga. Sababi bizni vazifamiz bu yerda saqlagichlar yordamida qurilmamizni saqlab qolish. O'z paytida kuyib ajratish kerak zanjirni. Shuning uchun o'zini nominalida bo'lgani ma'qul. Saqlagichlar ertu tomonidan tekshirilgan paytda provorkasi, ya'ni simi, masalan shu predaqaytimiz nominali 2 amper bo'ladigan bo'lsa, uni tekshirgan paytda 150%, ya'ni 3 amper nagruzka berib 20 minut qo'yadi. 20 minut ichida 3 amper nagruzka berib qo'yganda bu predaqayt 2 amperlik predaqaytni kuymaslik kerak bo'ladi. Двойно, ya'ni 2 barobar ko'p. 2 amperni 2 amperga 4 amperlik nagruzka berganimizda 10 sekund ichida kuyish kerak bo'ladi. Predaqaytimiz ishlash prinsipi bizga kelishdan oldin ertu tomonidan shunaqa qilib tekshiriladi. Endi biz ustroystoga, elektr zanjirlariga, eski qurilmalarga joylashtirganimizdan keyin bu yerdagi o'lchagan nagruzkamiz nominalidan 80% dan ortiq bo'lmasligi kerak. Ya'ni 5 amperlik nominaldagi saqlagichda o'lchaganimizda haqiqiy yuklamasi 4 amperdan ko'p bo'lmasligi kerak. Yoki bo'lmasa 3 amperlik saqlagich bo'ladigan bo'lsa 2-4 amperdan ko'p bo'lmasligi kerak. 1 amperlik bo'ladigan bo'lsa 0.8 amperdan ko'p bo'lmasligi kerak. Agar shu nominal 80% dan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu yerda bu yuklamani nima sababdan ko'pligini, kamchiligini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Agar shu statipda o'zgarish kiritilib, demontaj bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, proyektga o'zgarish kiritib, bu saqlagichimiz nominalini kattaroq nominalga o'zgartirib, keyin almashtirishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda elektromexaniklarimizni bir kamchiligini aytib o'tmoqchiman sizlarga. Haqiqiy yuklamani o'lchagan paytimizda bitta nagruzkani, ikkita predaqaytini jurnalga qayd qilganda ikkita yuklamani 2 xil yozadi. Misol uchun M8 svetoforni o'lchagan bo'lsak, bittasi PFS, bittasi OFS bo'ladigan bo'lsa, nagruzkasi bir xil bo'ladi yuklamasi. Buni bittasini o'lchasang bo'ldi, ikkinchisini o'lchash shart emas, bir xil bo'ladi. Buni qayd qilgan jurnalga qayd qilgan paytda ikkisini 2 xil yozadi. Bu sxemaga, prinsipial sxemaga tushunmaganlikdan kelib chiqadi. Shuning uchun prinsipial sxemani va har bir saqlagichni o'lchagan paytda prinsipial sxemani o'qib, izuchat qilib olish kerak bo'ladi. Endi yana bitta joyi bor. Nachanik uchastka, starshий mexaniklar texnik hujjatlar bo'limi bilan birgalikda qaysi saqlagichni haqiqiy yuklamasini o'lchash kerak, qaysini o'lchamaslik kerak, shuni ro'yxati bo'lish kerak, tuzilish kerak bo'ladi. Elektromexanika berish kerak bo'ladi. Misol uchun shunaqa zanjirlar bor. Masalan, rels zanjirlarida bunday qayalarda turgan 20 amperlik predaqaytlar bor. Ular как выключатель o'chirib, elektromexanikni o'chirib tekshirish uchun qo'yilgan. Как выключатель hisobida, o'chirgich hisobida turgan predaqaytlarni haqiqiy yuklamasini o'lchash shart emas. Endi sizlar bilan o'zgarmash ta'minotdagi bitta saqlagichimizni haqiqiy maksimal yuklamasini o'lchashni o'rganamiz. Endi buning uchun bizlarga o'zlaringiz bilasizlar, o'zgarmas kuchlanishda pallarni qutib bo'ladi. Priborimizni plus qutbini tepa qismiga, minus qismini past qismiga ulashimiz kerak bo'ladi. Maxsus krokodillar yordamida. Hozir 12-statikni 12P plus predaqaytini
nagruzkasini o'lchab ko'ramiz. Buni o'lchashimiz uchun predahayatning orqa tomonidan maxsus krokodillar yordamida ulab olamiz buni. Chunki agar buni to'g'ridan-to'g'ri predahayatni olib o'lchaydigan bo'lsak, statitdagi marshrutni relay, ESP'dagi marshrutni relaylar tashlab borib, hamma joyga belgi polasa tushib qolishi mumkin. Shu seksiyalar bor, uchastkalar belgi polasa qolib ketadi. Shuning uchun orqa tomonidan maxsus krokodil yordamida amper voltmetrimizni uladik. Endi nagruzkasini o'lchab ko'ramiz. Hozir to'q oqimi predahayatni o'tib turibdi. Predahayatni olganimizda to'q oqimi amper voltmetrimizdan o'tadi. Значит, hozir 1,5 da turibdi. 0.05. Necha amper bo'ladi? 0.5 ampermi? 0.5 amper to'q oqim bor. Endi bu yerda maksimalniy to'q berishimiz uchun bu statimizda chotniy vходной, misol uchun chotniy vходнойga signalni ochib tekshirib ko'ramiz hozir. Dejurniga chotniyga imkoni bo'lsa, alo. Dejurniy Yoqubboyev. Chotniyni ochsin. İmkanı olsa bizler chotniy vходной signalni bo'sh o'rinsiz ochib bersangiz, bize saqlagichdan yüklemesini ölçüp durmadik. Bunu bir tekshirib ko'rsak bo'ladi. Bormi imkoni? Bo'ladi, ochib bering, bo'sh o'rinsiz oching. Так. Значит, ozgina nagruzka qo'shildi. Где-то 0.7. 0.7 emas. 0.7 amper. 0.7 amper nagruzka bor. Endi bu yerda qisqasi maksimal nagruzka biz statimizda qanaqa signal, qanaqa seksiya nima bo'lishidan qat'iy nazar prinsipial sxemasini o'rganib chiqib, shu yerga maksimal nagruzka yuklama berib, mana shu tartibda o'lchash kerak bo'ladi.